Birinchi traktor TTZ Belarus motor. Korobka zo'r, vom ishlaydi. Balonlari o'rtacha ishlab turgan texnika. Komplekt sotiladi yoki alohida ham sotiladi. 3 korpusli plug va telechkasi bor. Traktor alohida ham sotiladi. Pul zarur. Kelishtirib beramiz. Manzil Samarqand viloyati deya ma'lumot qoldirishgan. T28 traktor. Holati ideal darajada. Zadniy most korobka ochilmagan. 100% javob beradi. Motor bahorda qilingan. 4 ta balon yangi, hujjati bor. Magnitofon, kolonka zo'r, kompressor ishlaydi. Narxi 40 million kami bor. Keyingi traktor MTZ80. Qo'shimcha teleshka, plug va bir qancha agregatlar bor. Videoda ko'rishingiz mumkin. Komplekt narxi 180 million so'm kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Quyidagi raqamlardan yetarlicha ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi traktorimiz T28. Holati yaxshi, ishlab turgan traktor. Motor remont qilingan. Xarajati yo'q deya ma'lumot qoldirishgan. Narxi 18 million kami bor. Manzil Toshkent viloyati. Keyingi traktor TTZ rusumda 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, baloni yaxshi, bir qo'l haydalgan. Narxi 140 million kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyati. Quyidagi raqamlardan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. TTZ ishqibozlari uchun navbatdagi TTZ traktori 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, kamchiligi yo'q. Qo'shimcha pressor bor. Narxi 60 million so'm kami bor. Manzil Buxoro viloyati. Videoga like bosishni unutmang. Biz esa davom etamiz. T28 traktori sotiladi. Holati radnoy. Zadniy mostda ovoz yo'q. Motor rasxod yo'q. Faqat bir kishini qo'lida ishlagan. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Narxini esa quyidagi raqamlarga bog'lanib bilishingiz mumkin. Keyingi traktorimiz Belarus 80.1. Dokument muammosiz. Motor korobka hammasi zo'r. Balonlari yangi. Ishlab turgan texnika. Akkumulyator yangi. Yarimta kalitda zavet bo'ladi. Yoritish chiroqlari zo'r. Olasiz ishlatasiz deya ma'lumot qoldirishgan. Narxi 80 million kami bor. Manzil Toshkent viloyati. Navbatdagi traktorimiz Qashqadaryo viloyatidan. 2 mufta. Motor korobka zo'r. Xarajati yo'q. Sosteniyasi zo'r. Ishga tayyor. Narxi 30 million kami bor deya ma'lumot qoldirishgan. Quyidagi raqamlarga bog'lanib, yetarlicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi traktor MTZ80 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Holati eskiroq, lekin texnik holati soz. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Narxi 33 million kami bor. Manzil Farg'ona viloyati. Keyingi traktorimiz MTZ80. Holati zo'r, ishga tayyor. Motor korobkalari yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olishingiz mumkin. Narxi 75 million kami bor. Navbatdagi traktorimiz esa MTZ80. Balonligi, holati zo'r, kamchiligi yo'q, hamma joyi yaxshi. Narxi 52 million. Savdosi bor deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda TTZ rusumdagi traktor. Holati yaxshi, ishlab turgan traktor. Motor korobka yaxshi. Qolgan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Narxi 20 million. Manzil Andijon viloyati. T28 ishqibozlari uchun T28. Yangi kapitalni remontdan chiqdi. Xarajat qolmadi. Ishga tayyor. Manzil Samarqand viloyati. Narxi 50 million so'm kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Narxini albatta yaxshilab savdolashingiz mumkin.